مرحبا يا رمضان شهر الرحمة والغفران فيك نحيا الإيمان فيك نلقى الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimizga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alhamdulillah, barchalarimiz Ramazon oyini qarshilab oldik. Ramazon oyi mu'minlarga rahmat, mu'minlarga mag'firat, jahannamdan otashidan ozod va xalos bo'lish oyi. Alloh taolo Ramazonda mu'minlarga juda ham ko'p ne'matlar, sanab sanog'iga yeta olmaydigan darajada ajrlar va yaxshiliklar, shu bilan birgalikda imkoniyatlarni Alloh taolo nasib qildi. Ramazonni kirib kelayotganini, shukuhini sezgan insonni qalbi junbushga keladi. Qalbiga sakinat yog'iladi, qalbi xotirjam bo'ladi. Shu bilan birgalikda ro'za tutavergan sari Alloh taolo nafaqat butun kasalliklar uning qalbini iymon tomonlama, taqvo tomonlama Alloh taolo uning qalbiga ziyo beradi. Alloh taolo shu bilan birgalikda qalblarga nur bo'ldiki, qalblarga Alloh taolo shifolar berib, Alloh taolo har tomonlama bandani Ramazonda siylaydi inshaalloh. Biz Ramazon oyida mu'minning qalbiga shifo bo'ladigan eng asosiy sabablardan bu ro'za. Bandani ro'za tutishligi, ruhiy ozuqa olishligi, ruhini tetik bo'lishligi, qalbiga sakinat yog'ilishligi, qalbiga Alloh taolo shifolar berishligi eng katta va muhim masala bo'ladi. Qalbimizni sog'lom yoki nosog'lom, qalbga shifo zarurmi yoki uning hojati yo'qmi degan masala va savol tug'iladi mana shu joyda. Albatta, inson qalbiga quloq solsin. Qalbidagi ibodatga eltadigan masala, tuyg'u va hissiyot qanday darajada? Ya'ni bugun ro'za tutyapti. Ertaga ham ro'za tutmoqchimi yoki yo'qmi? Bugun tarovehga qatnashdi, ozgina hordi, ozgina qiynaldi, ertaga ham tarovehga kelmoqchimi yoki yo'qmi? Yoki ba'zilar kabi 3 kun boshida, 3 kun o'rtada, 3 kun oxirida ham ro'za tutib, ham taroveh namozlarida qatnashib, undan keyingi kunlarda bahonasini oldinga ro'kach qilmoqchimi? Demak, ana shunday illatlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mustahkam, to'liq ibodat qilish hissi bo'lmasa, demak uning qalbida bir muammo bor. Uning qalbiga shifo kerak. Demak, u ibodatda shunchalik mustahkam bo'lsinki, Alloh taolo uni qalbiga shifo bersin. Demak, bandani qalbi sog'lom bo'lishligini qayerdan bilamiz deydigan bo'lsak, demak, u Ramazonni birinchi kun hali ro'zasini tutdi, hali tutgani yo'q. Demak, birinchi kundan uning niyati, qalbining hissi qanday? 30 kun davomida ro'za tutishlik bo'lsa, Alloh taolo uni qalbini salomat qilib qo'ygan. Birinchi kun taroveh namozida qatnashdi, 10 kun qatnashdi. 10 kundan keyin odamlar kamayishni boshlaydi. Nega? Demak, kerak emasdir deyiladi yoki qanaqangidir bahonalar oldinga suriladi. Men kasalman deyiladi. Har xil holatlar va har xil bahonalar qilsa bo'ladi. Bugun bahonani oldinga qo'yadigan bo'lsak, ko'pchilik ro'za tutmasligi kerak. Bugun bahonani oldinga qo'yadigan bo'lsak, ko'pchilik taroveh namoziga qatnashmasligiga sabab topiladi. Lekin qalb esa unga undasa, qalb mustahkam joyida tursa, Alloh taolo quvvatni ham beradi, imkoniyatni ham beradi, sharoitni ham Alloh taoloni o'zi to'g'rilaydi. Shuning uchun bugun niyatni boshidan sog'lom fazilat ila Ramazonda ham, taroveh namozlarida ham mustahkam ibodat qilishlikka bel bog'lasak, qalbimizga mana shu tuyg'uni joy qiladigan bo'lsak, Alloh taolo butun qalb, butun jasad, butun ruh va butun imkoniyatni Alloh taoloni o'zi hammamizga nasib qiladi inshaalloh. Ramazonning eng katta fazilati bu ro'za va undan keyin hammamiz kechqurun
taroveh namozlarida somi bo'layotgan albatta tilovati Qur'on, xatmi kabiralar, xatmi Qur'onlar hisoblanadi. Va mana shu ikki fazilat, bir tomondan ro'za, bir tomondan Qur'on, albatta nafaqat dunyoda inson uchun nur, inson uchun shifo, inson uchun baxt, inson uchun eng katta ne'mat, erta qiyomatda ham xuddi shunday bo'ladi. Alloh taolo bandani hisob kitob qilayotgan vaqtda bir tomondan yugurib ro'za keladi. Robbim, bu meni issiq kunlarda, qiyinchilik kunlarda, mashaqqatli kunlarda, tashvishi va yumushi bor kunlarda bu banda meni tutgandi. Men buni shafoat qilaman deydi. Ikkinchi tomondan Qur'on kelib, kechqurun taroveh namozlarida tik turib, oyog'i shishib, charchab, horib bo'lgan bo'lsa ham u meni eshitgandi, somi bo'lgandi, meni tinglagandi. Mana shuning hurmatidan Qur'on ikkinchi tomondan kelib bandani shafoat qiladi. Nafaqat biz tutayotgan ro'za, biz eshitayotgan kechqurungi Qur'on tilovatlari, nafaqat taroveh namozlarida har doim eshitib yuradigan Qur'on, Alloh taolo bandaga dunyoda uni badaniga, aynan qalbiga shifo bo'lmoqligi va erta qiyomatda yaxshiligiga hujjat bo'lmoqligini Alloh taoloning o'zi nasib qiladi inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizga Ramazonda go'zal, mukammal ro'za tutmoqligimiz, shu bilan birgalikda kechqurunlari taroveh namozlarida Qur'onning eshitguvchilaridan bo'lishligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.